Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimiz videolarini har kuni 100 mingga yaqin kishi tomosha qilsa-da, afsuski kanalimiz yaratilganidan beri umuman daromad keltirmayapti. Tirikchilik va oila tashvishlari sababli yangi videolar tayyorlash ham qiyinlashib qoldi. Shu sababli endi har bir video uchun atiga 100 ming so'm donat yig'ilganidan so'ng keyingi videoni chiqarishga qaror qildim. 100 ming tomoshabindan atiga 100 ta odam 1000 so'mdan tashlasa ham yoki 20 ta odam 5000 dan homiylik qilib, har kuni ko'zlangan summa yig'iladi va videolarimiz har kuni chiqishda davom etadi. Ekranlaringizda chiqqan karta raqamlarga o'z yordamingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz esa 4-qismni boshlaymiz. Haqiqiy hayotdagi shafqatsizlikdan charchab, katta qarz va boshqa muammolarga botgan odamlar katta pul yutib, birdaniga barcha muammolardan qutulish uchun kalmar o'yini deb nomlanadigan sodda o'yinlarda qatnashadi. Lekin bu o'yinlarda yutqazgan odamlar hayoti bilan vidolashadi. Shuningdek, qo'riqchilar orasida akasini qidirib kelib o'yinga yashirincha kirib olgan Junho ismli politsiyachi ham bor. Ular shu paytgacha tomoshabin uchun juda qiziqarli bo'lgan, oldingi qismlarda bayon etganimizdek voqealarni boshdan kechirishdi va ayni vaqtda detektiv Junho sherigi bilan g'avvoslar tuynigi orqali qochayotgan edi. Sherigi bu yo'lni VIP mehmonlar uchun ajratilgan maxfiy joy ekanini aytdi. Keyin esa Junhoning tinimsiz savollaridan shubhalangan soqchi tig' o'qtalib, undan niqobini yechishni talab qildi. Junho ayg'oqchi ekanini ko'rib soqchi "Sen o'zi kimsan?" deb turganda, detektiv darrov qurolini unga tiradi. Junho g'azab bilan "Boyagi sizlar gapirayotgan bitta buyrakli, stol ustida uyg'onib ketgan odamning ukasiman. O'sha ikkinchi buyrak kimda ekanini bilasanmi? U mana mening ichimda. Endi tushundingmi? Uni sizlar yo'q qildingiz" deb baqirdi. Ammo o'lim ko'ziga ko'ringan soqchi jon holatda rad etdi. "U erkak emas, qiz bola edi. Men aldamayapman" dedi. Akasi haqida hech narsa bilmasligini aytgan soqchi jonini saqlab qolish uchun eng katta sirni sotdi. Hamma o'yinchilarning hujjatlari va qaydlari frontmenning xonasida saqlanadi. Shu yaqin orada to'g'ri o'sha xonaga olib chiqadigan maxfiy zinapoya bor, deb yo'l ko'rsatdi. Junho gapni eshitgach soqchini tinchitdi va akasining hujjatlarini topish uchun o'sha maxfiy zinapoya sari yo'l oldi. Frontmen va uning yordamchilari voqea joyiga yetib kelishdi. Jasadni ko'zdan kechirish chog'ida frontmen jarohat ichidan o'qni chiqarib oldi va uning politsiya soqchilari ishlatadigan to'pponchaga tegishli ekanini aniqladi. Ichkariga ayg'oqchi politsiyachi kirganini anglagach, u soqchilarga "Tezda o'sha odamni toping va tiriklayin qo'lga oling" deb qat'iy buyruq berdi. Shu payt zalda dahshatli signal chalinib, o'yinchilarni uyg'otib yubordi. Soqchilar xonaga bostirib kirib, barchaga tezda xonaning o'rtasiga saf tortishni buyurishdi. Ammo tuni bilan istimalab chiqqan chol o'rnidan turishni rad etdi. Ma'lum bo'lishicha, u kasalligi sababli tunda shimini xo'llab qo'ygan ekan. Ayni vaqtda detektiv Junho maxfiy zinapoya orqali frontmenning kabinetiga kirishga muvaffaq bo'ldi. U yerda o'yinda qatnashgan har bir odamning shaxsiy fayllari arxivlab qo'yilgan shkafni topdi. Va bu shafqatsiz o'yinlar aslida ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan dahshatli tizim ekanini bildi. Keyin u hujjatlarni titkilab, o'tmishdagi g'oliblar ro'yxatini ko'zdan kechira boshladi. Va kutilmaganda ro'yxatda o'z akasining ismini ko'rib qoldi. Junhoning akasi Hvan Inho 2015-yilgi o'yinda g'alaba qozongan va milliarderga aylangan ekan. Zalda esa vaziyat taranglashgandi. Zafar cholning kravatda yig'lab, sharmandalikdan qo'rqib o'tirganini sezdi. Unda yordam berish uchun o'z kiyimini yechib, cholning beriga bog'lab qo'ydi va uni safga olib chiqdi. Bechora chol ko'zlarida yosh bilan unga past ovozda minnatdorchilik bildirdi. O'yinchilar navbatdagi bosqichga o'tish uchun yo'laklar bo'ylab yura boshlaganlarida hammalari dahshatdan qotib qolishdi. Yo'lak tepasida shifokor va unga yordam bergan sotqin soqchi jonsiz osilib turardi. Shu payt karnaydan frontmenning sovuqqon ovozi yangradi. Bu odamlar shaxsiy manfaat yo'lida o'yin qoidalarini va tenglik tamoyilini buzishdi. Qoidani buzgan har qanday kimsani mana shunday o'lim kutadi. Junho esa kabinetda dalillarni yig'ishni davom ettirib, hujjatlarni birma-bir telefonga suratga olayotgan edi. To'satdan xonadagi telefon jiringlab qoldi va eshik ochilib, frontmen kirdi. Junho zo'rg'a stol ortiga yashirinishga ulgurdi. Frontmen go'shakni ko'tarib, ingliz tilida gapira boshladi. U shifokor bilan bog'liq muammo bartaraf etilganini va VIP mehmonlar kelishi bilan hammasi rejadagidek muammosiz davom etishini aytib, go'shakning narigi tomonidagi sirli shaxsni ishontirdi. Frontmen chiqib ketgach esa, Junho telefon orqali tashqi dunyo bilan bog'lanib, politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Ammo qo'ng'iroq ulanmadi.
Keyin ishtirokchilar navbatdagi oppoq xonaga olib kirildi va ularga 2 kishilik juftliklar tuzish buyurildi. Jamoa a'zolari bir-biri bilan raqobatlashishlari kerakligini o'ylab, ikkilanib qolishdi. Han Minyo Zafarga yaqinlashib, shirin gaplar bilan uni ko'ndirmoqchi bo'ldi. Zafar indamagach, Sangvuga o'tib unga tunni birgalikda o'tkazishga va'da berdi. Ammo Sangvu ham uni rad etdi. Zafar esa Chol juda zaifligi uchun undan qochib, o'ziga boshqa sherik qidira boshladi. Chol bo'lsa shunchaki boyagi voqea uchun rahmat aytib, odamlar unga kamsitib qarashmasin deb, o'z ko'ylagini Zafarga kiydirib qo'ydi. Bu mehribonlikdan Zafarning vijdoni qiynaldi. Shu payt bir yigit Zafarga kelib, sheriklikni taklif qildi va shifokor o'yinni tark etgani sababli hozir odam soni toq bo'lib qolganini, oxirida bitta sheriksiz qolgan odam yo'q qilinishini aytdi. Cholning yolg'iz qolib ketishiga ko'zi qiymagan Zafar hamma rejalarni chetga surib, baribir Chol bilan juftlik bo'lishga qaror qildi. Sebyok esa boyagi yosh qiz Jiyon bilan qo'l berib ko'rishib, sherik bo'ldi. Xullas, yakunda Han Minyo mutloq sheriksiz qolib ketdi va shallaqi xotinning "Mensiz yuta olmaysizlar" deb baqirganiga qaramay, soqchilar uni sudrab olib chiqib ketishdi. O'yinchilar navbatdagi maydonga olib kirilganda hayratda qolishdi. Bu yer xuddi eski Seul mahallalariga o'xshash soxta ko'chalar va uylardan iborat edi. Zafar va Chol bu yo'laklar ularning bolaligidagi uylariga qanchalik o'xshashligini ko'rib, nostalgiya hissiga berilishdi. Ali va Sangvu esa bir-birlariga pulni birgalikda yutib olishga va'da berishdi. Soqchilar har bir o'yinchiga 10 tadan marmar tosh solingan xaltacha beradi. Zafar esa Choldan "Bu o'yinni bilasizmi?" deb so'raydi. Chol bolaligida marmar o'yinlarda juda yaxshi bo'lganini mamnuniyat bilan aytib, uning xavotirlarini yo'q qiladi. Ularning imkoniyatlariga ishongan holda u o'z marmarlarini baham ko'radigan sheriklar ma'nosini anglatuvchi gambu bo'lishni taklif qiladi. Agar biri juda ko'p yutqazib qo'ysa, ular o'z bog'liqligini mustahkamlash uchun gambu bo'lishga jimjiloqni birlashtirib qasam ichishdi. Lekin juftliklar aslida bir-biriga qarshi o'ynashi kerakligi e'lon qilinganda hammaning ishonchi puchga chiqadi. Har bir o'yinchiga sherigining barcha 10 ta marmarni tortib olish maqsadi bilan o'zlari tanlagan istalgan marmar o'yinini o'ynash ko'rsatma qilinadi. G'olib omon qoladi, yutqazgan esa o'yindan chiqarib yuboriladi. Bu e'lon barchani shok holatiga solib qo'yadi, chunki ko'pchilik eng yaqin ittifoqchilari yoki ishongan do'stlari bilan juftlashgan edi. Bir erkak uchun esa o'z xotiniga qarshi o'ynashi kerak bo'lib qoldi. Ko'pgina o'yinchilar marmarni chuqurga otish yoki sherigi qo'lida nechta marmar ushlab turganini taxmin qilish kabi o'yinlarni tanlashadi. Ularga o'yinini yakunlash uchun 30 daqiqa beriladi. Zafar e'londan doldirab qoladi. Biroq Chol marmarlarga mahliyo bo'lib, u yerda nima uchun turganini butunlay unutgandek ko'rinadi. O'yin boshlanganda ko'pchilik o'yinchilar musobaqalasha boshlaydi, lekin Chol o'z uyini qidirib mahalla bo'ylab kezib yuradi. Shu paytda Cholni miyasi o'chib qolib, o'ynashni rad etishni boshladi. Zafar: "Biz albatta o'ynashimiz kerak" desa. Chol: "Yo'q, bu o'yin kichkina bolalar uchun" deb turib oladi. Xavotirlangan va ilojsiz qolgan Zafar uni to'xtatishga urinib, agar shunday qilsa, ikkalasi ham tamom bo'lishini aytib yolvoradi. Qo'rquvdan titrab ketgan Chol esa oxiri istar-istamas o'yinni boshlashga rozi bo'ladi. Sebyok va Jiyung esa biron bir an'anaviy marmar o'yinini bilmagani uchun boshlari qotib qoladi. Jiyung vaqtning qolgan qismidan bir-birlarini yaxshiroq bilib olish uchun foydalanib, eng oxirida barcha marmarlar uchun bitta yakuniy raund o'ynashni taklif qiladi. Shu paytda bir-birini aka-ukadek ko'ra boshlagan Ali va Sanvu esa o'zlarini raqobat qilishga majbur bo'lib qolgan holda topishadi. Ali ikkilanib o'ynashni xohlamaydi, lekin Sanvu o'yinni tezroq boshlashni istaydi. Unda ikkalamiz ham hech narsa qilmasligimiz kerakmi? Shunday o'lib ketaveramizmi? deydi u. Ali o'yinni bilmagani uchun Sanvu unga o'rgatadi. Ularning o'yinida bir o'yinchi mushtiga ma'lum miqdordagi marmar yashiradi. Ikkinchisi esa sharlarni toq yoki juft ekanligini taxmin qiladi. To'g'ri topgan odam mushtdagi barcha marmarlarni yutib oladi. Ular o'ynashni boshlashadi va Ali dastlab to'g'ri topib, Sanvuning 2 ta marmarini oladi. O'yin davom etar ekan, Ali raund ketidan raundni yutib boradi. Va oxiri Sanvuda faqat bitta marmar qoladi. Shu payt Sanvu g'azablanib, o'zini yo'qota boshlaydi va Alini g'irrom bilan yutayotganlikda ayblay boshlaydi. Sebyok va Jiyung esa o'z oilalari haqida gaplashadi.
Sebyok otasi chegaradan o'tishga urinayotganda jon berganini, onasi esa shimolda qamoqda ekanligini va u ukasining yagona boquvchisi ekanligini so'zlab beradi. U oilasini birlashtirish, onasini xavfsiz joyga olib kelish va ukasiga uy topib berish uchun pulni yutib olishni orzu qiladi. U hatto qachonlardir Jeju oroliga borishni xohlashini ham tan oladi. Ji-Yung esa kulib unga hazillashadi va mukofot puli bilan bundan ham ko'proq ishlar qilishi mumkinligini aytadi. Gavayiga bor yoki Maldiv orollariga bor va mojito ham ich. Mojito yo'q, buni biroz boshqacharoq aytsak to'g'ri bo'ladi. Biz ikkimiz bu yerdan g'olib bo'lib chiqamiz va o'sha mojitoni birga ichamiz. Kelishdikmi? Ha, lekin ikkalamiz ham bu yerdan chiqib keta olmaymiz-ku. Keyin Ji-Yung o'zining qorong'u o'tmishi haqida gapira boshlaydi. Uning otasi onasini umriga zomin bo'lgan va o'sha kecha qizning o'zi ham otasidan qasos olib qamoqqa tushgan. Shu sababli u hatto pulni yutib olsa ham yashash uchun hech qanday haqiqiy sababi yo'qligini tan oladi. Chora qidirgan Sanvu esa Aliga yolvora boshlaydi, ammo do'stliklariga qaramay Ali o'z oilasi haqida o'ylashi kerakligini tushuntirib rad etadi. Biz birga kechasi soqchilik qildik. Arqon tortishda jamoani olib chiqqan ham menman. Sen faqat men bo'lganim uchungina shu yergacha yetib kelding. Axir sen bilan bu yerdan birga chiqishga qasamyod qilmaganmidik, Ali, deb baqiradi yigit. Keyin Sanvu ikkalasi ham omon qolishi uchun rejasi borligini da'vo qiladi. Sanvu nobud bo'lishini istamagan begunoh va ishonuvchan Ali esa uning g'oyasini tinglaydi. Shunda Sanvu ba'zi juftliklar o'yinni belgilangan vaqt ichida bajara olmasligi va tashkilotchilar ikkinchi raund uchun sheriklarni almashtirishi mumkinligini ta'kidlaydi. U o'yinni tugatishni hozircha to'xtatib turishni va uning o'rniga kamroq marmari bor o'yinchilarni aniqlash uchun mahallani kuzatib chiqishni taklif qiladi. Shu tarzda ular o'zlariga zaifroq raqiblarni tanlashlari mumkin edi. Ali biroz ikkilanadi, lekin oxir-oqibat sodda yigit unga ishonib rozi bo'ladi. Sanvu Alidan uni xavfsiz saqlash uchun xaltasha yasab berishini aytib, marmar solingan xaltachasini so'raydi. Uzoqdagi otishmalar ovozidan Ali bir lahzaga chalg'iganda esa Sanvu Alining xaltachasini shag'al to'ldirilgan boshqasiga almashtiradi. Soxta xaltachani Alining bo'yniga osib qo'ygach, Sanvu uni boshqa o'yinchilarni qidirib, atrofni aylanib kelishga undaydi. Xiyonatdan bexabar bechora Ali sayohatga ketadi. Sanvu Ali ketishi bilan soqchilarni oldiga borib, "Mana, menda 20 ta marmar bor. Men yutdim", deb aytadi. Shu paytda Zafar va Chol o'yinni boshlashadi. Chol birinchi raundning o'zida Zafarni marmarlarning 5 tasini yutib oladi. O'yin davom etar ekan, Zafar ham atigi bitta marmar bilan qoladi. "Menda hali ham bitta bor, menda yana bitta bor", deydi u asabiylashib va Cholning qo'lidagi marmarlar tog' so'ndi deb taxmin qiladi. Lekin u yana adashgan edi. Zafar butunlay yutqizadi. Biroq Chol ko'rinishidan sarosimaga tushib, Zafar nima taxmin qilganini unutib qo'yadi va buni takrorlashni so'raydi. "Hozirgina aytgan gapingizni takrorlay olasizmi?" dedi Chol. Imkoniyatni sezgan Zafar esa o'z javobini o'zgartiradi va to'g'ri taxmin qilganini da'vo qilib, aldashni boshlaydi. O'sha paytdan boshlab Zafar Cholning aqli pasayganidan foydalanib, har bir raundda g'alaba qozona boshlaydi. Lekin har bir g'alabadan keyin vijdoni eziladi. U o'z qo'llari bilan Cholning umriga zomin bo'layotganini his qiladi va ko'zlari yoshga to'ladi. Cholning marmarlari tugagach, u Zafarni Ganbu ahdlari haqida eslatib, ozgina marmar qarzga berishini so'raydi. "O'ynashda davom etishni juda xohlar edim", deydi Chol. Zafar esa rad etadi va ketishga hozirlanadi. Xuddi shu paytda Chol cho'ntagidan yashirib qo'ygan oxirgi bitta marmarini chiqarib oladi. Biroq o'ynash o'rniga u yana o'z uyini qidirib yurib ketadi. Doksu ham o'zining deyarli barcha marmarlarini yordamchilardan biriga yutqizib qo'yganini sezadi. G'azablangan holda u tenglik qoidasiga murojaat qilib, o'yinni o'zgartirishlarini talab qiladi. Biroz janjaldan keyin ular boshqa o'yin o'ynashga kelishib olishadi. Kimki marmarni teshishga muvaffaqiyatli otsa, yerdagi barcha marmarlarni yutib oladi. Omad oxir-oqibat Doksuga kulib boqadi va u g'olib bo'ladi. O'yin tugashiga atigi 3 daqiqa qolganda esa Ji-Yung va Sebyok bitta oxirgi raund o'ynashga qaror qilishadi. Ular devor tomon marmar otishga kelishib olishadi. Sebyok birinchi bo'lib otadi va yaxshi uddalaydi. Ji-Yungning navbati kelganda u o'z oyog'i ostiga ataylab marmarni tashlab, Sebyokka yutqizib beradi. "Hey, nima qilyapsan?" deydi xafa bo'lgan Sebyok Ji-Yungga e'tiroz bildirib va adolat istab qaytadan o'ynashini talab qiladi.
Jiyung esa baribir o'zining yashashidan biror bir ma'no yo'qligini dugonasiga tushuntirib rad etadi. Soqchi o'q otishidan oldin ikkalasi dildan xayrlashishadi. Rahmat, seni unutmayman. Sendek qiz bilan do'st bo'lganimizdan faxrlanaman. Shu paytda Ali vaqt o'tib borayotganidan xavotirda Sanvuni bezovtalanib qidiradi. Sanvu! Keyin esa u xaltachasiga qo'l cho'zadi va u yerdan toshlarni topgach, Sanvu unga xiyonat qilganini tushunib, yurak og'rig'idan ko'z yosh to'kadi. Bir necha daqiqadan so'ng qo'riqchi uni ham tinchitadi. Va shu yerda 4-qismimiz yakuniga yetadi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.